Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Chinganda yana bir yangilik. Mana hurmatli obunachilar, aytganimdek Chinganda yangilik. Chingan GD 304 modeli 36 kuchli traktor. Har doimgidek 3 porsin oldi orqa tortadi. Bu traktorimizni palavis hisoblanadi. Mana motorini ko'rishingiz mumkin. 3 porsin, ya'ni 3 ta silindrli traktor. 36 kuchiga ega. Antifriz oladigan joyi, motorini o'zi. Oldingi traktorlarimiz kabi bu ham baquvvat, yaxshi traktorlardan. Bu yog'iga o'tamiz endi, keling. O'tiradigan sideniyasi, hamma sharoitlari bor. Vom richagi, ko'rish, oldini qo'shadigan, o'chiradigan, qari, mari, hamma ключательlari bor. Sideniyasi ham yumshoqqina, maza qilib haydaysiz. Endi asosan traktorlarda orqasi qiziqtiradi. Bir xildagi bartovoy yoqadi, bir xildagi palovoz yoqadi. Orqasi qanaqa, qishloq xo'jaligini qanaqa ishlatadi, nima qanaqa, shunisi qiziq. Bu traktorimiz palovoz traktor hisoblanadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Eng asosiysi, traktorimizda hamma sharoitlari bor. Pritsepnoy, pritsep ulaydigan, vomi 540 ga 720. Ma'munisi mana bosadigan, 3 ta silindrli hisoblanadi. Traktorimizning eng qiziq joyi narxida. Traktorimiz juda hamyonbop, boshqa traktorlarga qaraganda. Даже Chinganda ham nima deydi, 30 talilarning ichida eng hamyonbop hisoblanadi. Traktorimizni ko'rdinglar. Traktorimizni balon qismini tushuntirmoqchiman. Traktorimizning orqa baloni 9,5 ga 24 hisoblanadi. Oldi baloni esa 6 ga 16. Endi bizda mana bu orqasida qanaqa agregatlar ilsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi deb savollar keladi. O'shaning uchun yuringlar, hozir bir ikkita agregatlarimiz ilib qo'yganmiz. Buni ham ko'rsataman. Ungacha traktorga, videoga like bosing. Traktor yoqqan bo'lsa like bosing. Obuna bo'lishni unutmang. Kimga narxi qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Mana birinchi agregatimizga ham mana keldi. Birinchi agregatimiz pocha freza hisoblanyapti. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Bu traktorimizga 160, 180 li pocha frezani taqsanglar bo'ladi, lekin 160 lini taqqaninglar yaxshi, chunki nagruzka kamroq tushadi. Hozir bu yoqda 180 lini taqib qo'yishibdi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Lekin mijozlar 160 ligini olganini tavsiya qilaman. Hozirgi kunda bu frezamizning narxi $1800, 160 ligini narxi $1600. Keyingi agregatimiz segmentning kasilka hisoblanadi. Bu kasilkamiz 160 ligi bor, 180 ligi bor. Unisi ham, bunisi ham bu traktorimizga tushib ketaveradi. Kimga qanaqa xohlasangiz 160, xohlasangiz 180. 160 ligimizning narxi $1000, 180 ligimizning narxi $1200. Keyingi agregatimiz don, pon, hamma dondunlarni ekadigan
selka hisoblanadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu selkamizning ham ikki xili bor. 3 qatorligi bor, 4 qatorligi bor. Bu traktorimizga unisi ham, bunisi ham mos keladi. Selkamizning narxi 3 qatorligi $935, 4 qatorligi $1200. Oxirgi agregatimizga ham yetib keldi. Bu agregatimiz Ermu, ya'ni dori sochadigan 200 litrlik hisoblanadi. Narxi 10 million. Mana hurmatli obunachilar, bizani yangi kelgan GD304 traktorimizning obzorini ko'rdinglar. Obzorimizning eng shirin joyiga keldi. Ungacha video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Videomizning eng shirin joyi narxi. GD304 modelimizning narxi $7200. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa traktorlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Biz Toshkent shahar Erkin posti oldida joylashganmiz. Buni hamma biladi. Chimgan O'zbekiston, hosilingiz kafolat.